Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga shunday bir muhim ma'lumotni yetkazamanki, u har biringizga taalluqli bo'lishi mumkin va moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashga yordam berishi mumkin. Agar siz o'zingizning moliyaviy qiyinchiliklaringizdan charchagan bo'lsangiz, doimiy ravishda pul yetishmovchiligi muammosiga duch kelsangiz, bu video aynan siz uchun. Bugungi mavzu haqiqatan ham hayotiy ahamiyatga ega va uni eshitish har bir fuqaro uchun zarur. Hozirgi lahzada kanalimizga obuna bo'ling, ushbu videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni maksimal darajada ko'p odamga yetkazishimizga yordam beradi. Keling, avvalo muammoning ildiziga nazar tashlaylik. Ilgari bizda moliyaviy ko'mak yoki ijtimoiy himoya dasturlari mavjud edi, albatta. Lekin ular ko'pincha cheklangan doirada ma'lum bir imtiyozli guruhlar uchun mo'ljallangan bo'lib, bürokratik jarayonlar tufayli ko'pchilik yetib bormas edi. Ariza berish jarayonlari murakkab, hujjatlar talablari ko'p, navbatlar esa uzun bo'lishi mumkin edi. Natijada haqiqiy ehtiyojmand odamlar ko'pincha kerakli yordamni ola olmasdi yoki uni juda kechikib qabul qilardi. Davlat byudjeti cheklovlari ham keng qamrovli yordamni amalga oshirishga to'siq bo'lar edi. Ko'p hollarda yordam puli kichik miqdorda bo'lib, uzoq muddatli yechim bera olmasdi. Misol uchun, ilgari nogironligi bor shaxslarga yoki kam ta'minlangan oilalarga ajratiladigan nafaqalar, garchi ular hayotiy ahamiyatga ega bo'lsa-da, ko'pincha ularning barcha ehtiyojlarini qoplay olmasdi. Qishloq joylarda yashovchilar, ayniqsa ma'lumotga ega bo'lmasliklari sababli yoki shahar markazlariga borishdagi qiyinchiliklar tufayli bu imkoniyatlardan mahrum bo'lardilar. Ular yordam uchun mahrum bo'lardilar. Qanday hujjatlar to'plashni bilmasdilar. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Men bugun sizga aynan shu haqida so'zlab beraman. So'nggi paytlarda xalqaro barqaror rivojlanish jamg'armasi kabi yirik xalqaro tashkilotlar bir qator mamlakatlar bilan, jumladan bizning davlatimiz bilan hamkorlikda yangi va juda keng qamrovli ijtimoiy ko'maklashish dasturini ishga tushirdi. Bu dasturning asosiy maqsadi aholining eng zaif qatlamlarini, shuningdek iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan har bir fuqaroni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash. Eng muhimi, bu dastur ilgari mavjud bo'lgan har qanday yordam dasturlaridan o'zining ko'lami, ajratilayotgan mablag'lar miqdori va shaffofligi bilan farq qiladi. Bu endi faqat bir nechta imtiyozli guruh uchun emas, balki qator mezonlarga javob beradigan har bir fuqaro uchun real imkoniyat. Xalqaro hamkorlar tomonidan ajratilgan ushbu mablag'lar bevosita va tezkor tarzda ortiqcha byurokratiya va kechikishlarsiz muhtojlarga yetkazilishi belgilangan. Bu shunchaki bir martalik yordam emas, balki aholining farovonligini oshirishga qaratilgan uzoq muddatli, tizimli yechimning bir qismi hisoblanadi. Keling, endi asosiy qismga o'tamiz va bu dastur haqida batafsilroq gaplashamiz. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimga bu haqida tashvishlanish kerak va kimga esa aksincha xavotir olmasligi mumkin? Birinchidan, nimalarni bilishingiz kerak? Bu dastur ijtimoiy ko'maklashish dasturi deb nomlandi va u xalqaro barqaror rivojlanish jamg'armasi hamda mahalliy hukumat o'rtasidagi hamkorlik doirasida amalga oshiriladi. Dastur doirasida ajratiladigan mablag'lar miqdori har bir shaxsning yoki oilaning ehtiyojlariga qarab belgilanadi. Lekin minimal miqdor o'rtacha oylik maoshning ekvivalentidan kam bo'lmagan miqdorda. Maksimal miqdor esa oilaning kattaligi va qiyinchilik darajasiga qarab o'rtacha 3 barobar ko'p bo'lishi mumkin. Bu mablag'lar nafaqat yashash xarajatlarini qoplashga, balki kichik biznes boshlash, kasbiy ta'lim olish yoki sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanishga ham yo'naltirilishi mumkin. Dastur butun mamlakat bo'ylab amal qiladi. Ya'ni siz qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, agar mezonlarga javob bersangiz, yordam olish imkoniyatiga egasiz. Endi kimlar bu dasturga murojaat qilishlari kerak va kimlar haqiqatan ham ushbu yordamdan foydalana oladi? Birinchi guruh kam ta'minlangan oilalar. Agar sizning oilangizda oylik daromad har bir a'zo uchun belgilangan minimal iste'mol savatchasidan, masalan 20 million so'm past bo'lsa, siz ushbu dasturga murojaat qilish huquqiga egasiz. Misol uchun A oilasini olaylik. Bu oilada xotin va 3 nafar voyaga yetmagan farzand bor. Avval zavodda ishlagan, hozir ishsiz, xotin uy bekasi. Oilaning yagona daromadi, bolalar nafaqasi va ayrim vaqtinchalik ishdan keladigan kichik mablag'lar. Ularning oylik daromadi jami 2-5 million so'mni tashkil etadi. Bu oilaning har bir a'zosiga 500 ming so'm to'g'ri keladi. Bu esa belgilangan minimal chegaradan sezilarli darajada past.
Bunday holda A oilasi dastur doirasida har bir a'zo uchun qo'shimcha 1 million so'mdan jami 5 million so'm miqdorida oylik yordam olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu mablag' ularning kunlik ehtiyojlarini qoplash, bolalarni maktabga tayyorlash va hatto o'z ishini boshlash uchun boshlang'ich kapital yig'ishga yordam beradi. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar. Ularga hayotda qo'shimcha xarajatlar va qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lganligi sababli bu dastur orqali ularning turmush sharoitini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilgan. Misol uchun B ismli yosh yigit, u tug'ma nogironligi borligi sababli ishlash imkoniyatlari cheklangan. U davlat nafaqasi oladi, ammo bu nafaqa uning dori-darmon xarajatlari va maxsus ehtiyojlarini to'liq qoplay olmaydi. Uning oylik daromadi ilk 2 million so'm. Dastur doirasida unga oylik 2 million so'm miqdorida qo'shimcha moliyaviy yordam ajratilishi mumkin. Bu mablag' uning dori-darmonlarini sotib olish, reabilitatsiya kurslarida qatnashish va hatto kichik bir kasb o'rganish uchun imkoniyat yaratishi mumkin. Masalan, kompyuterda ishlash yoki onlayn xizmat ko'rsatish. Bu uning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va jamiyatda o'z o'rnini topishiga yordam beradi. Uchinchi guruh yolg'iz onalar, ayniqsa bir nechta farzandi borlar. Ularning zimmasida oilani boqish va farzandlarni tarbiyalashdek og'ir yuk bor. J ismli ayol, u 3 farzandning yolg'iz onasi. Turmush o'rtog'i vafot etgan. U oylik maoshi 25 million so'm bo'lgan ishda ishlaydi. Bolalar uchun nafaqa ham oladi, ammo bu daromad 5 kishilik oilaning ehtiyojlarini zo'rg'a qoplaydi. Kommunal xizmatlar, oziq-ovqat, kiyim-kechak, bolalarning maktab xarajatlari, bularning barchasi katta xarajatlar talab qiladi. Dastur orqali J ayolga oyiga qo'shimcha 3 million so'm ajratilishi mumkin. Bu pul unga uy ijara haqqini to'lashda, bolalarni sifatli ta'lim bilan ta'minlashda va ularning sog'ligiga e'tibor berishda katta yordam beradi. Bu moliyaviy barqarorlik unga kelajakka ishonch bilan qarashga imkon beradi. 4-guruh iqtisodiy inqirozlar yoki tabiiy ofatlar natijasida og'ir ahvolga tushib qolgan fuqarolar. Misol uchun D ismli dehqon. Uning qishloq xo'jaligi yerlari kuchli do'l yog'ishi natijasida butunlay yaroqsiz holga kelgan. Bir necha oylik daromad manbai yo'qolgan. Uning oilasi bir necha oy davomida moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishi aniq. Bunday favqulodda vaziyatlarda dastur dehqon D-ga 4 million so'm miqdorida bir martalik yoki bir necha oyga bo'lib beriladigan yordam ajratishi mumkin. Bu mablag' unga yangi urug'lik sotib olishga, kichik fermer xo'jaligini qayta tiklashga yoki boshqa vaqtinchalik daromad manbai topishga yordam beradi. Bu shunchaki yordam emas, balki falokatdan keyin oyoqqa turish uchun muhim turtki. 5-guruh ish qidirayotgan va vaqtinchalik ishsiz qolgan malakali mutaxassislar. E ismli yosh mutaxassis. U oliy ma'lumotli, lekin hozirgi kunda ish topa olmagan. Uning ish tajribasi kam va bozor talablariga mos keladigan ko'nikmalari yo'q. Dastur unga bepul kasbiy qayta tayyorlash kurslarida qatnashish imkoniyatini berishi mumkin. Masalan, IT sohasida yoki raqamli marketingda. Shu bilan birga kurs davomida unga oylik 1 million so'm miqdorida stipendiya berilishi mumkin. Bu uning yashash xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Kursni muvaffaqiyatli tugatgandan so'ng unga ishga joylashishda ko'mak beriladi va hattoki birinchi ish joyida ma'lum muddat davomida qo'shimcha moliyaviy qo'llab-quvvatlash ham ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Bu unga faqat pul berish emas, balki kelajagi uchun investitsiya hisoblanadi. Kimga bu haqida tashvishlanmaslik kerak, ya'ni kimlar dasturga murojaat qilishdan ma'no yo'q. Agar sizning daromadingiz oila a'zolariga taqsimlaganda belgilangan minimal chegaradan yuqori bo'lsa va sizda barqaror ish joyi, yetarli moliyaviy zaxiralar mavjud bo'lsa, siz ushbu dasturning asosiy maqsadli auditoriyasiga kirmaysiz. Misol uchun, yuqori maoshli davlat xizmatchilari, yirik biznes egalari, shuningdek bir necha ko'chmas mulkka ega bo'lgan va ulardan ijara daromadi oladigan shaxslar. Ularning moliyaviy ahvoli dastur mezonlariga ko'ra qo'shimcha yordamga muhtoj emas. Bu dastur, takror aytaman, birinchi navbatda eng muhtoj va qiyin vaziyatga tushib qolgan fuqarolarga qaratilgan. Endi esa dasturning kamchiliklari, e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlari va noaniq nuanslari haqida gaplashamiz. Har qanday keng ko'lamli dasturda bo'lgani kabi, bu dasturda ham ba'zi bir g'ovlar va e'tibor berish kerak bo'lgan nozik nuqtalar mavjud. Birinchidan, hujjatlarni to'g'ri taqdim etish. Eng katta xatolardan biri ariza berishda xato ma'lumotlar kiritish yoki talab qilingan hujjatlarni to'liq taqdim etmaslik.
Agar sizning arizangizda daromadingiz haqida noto'g'ri ma'lumotlar ko'rsatilsa yoki sizning oilaviy ahvolingiz haqidagi hujjatlar yetarli bo'lmasa, arizangiz rad etilishi mumkin. Misol uchun, sizda rasmiy ish joyi bo'lmasa-da, norasmiy daromadga ega bo'lishingiz mumkin. Dastur sizdan bu daromadni ham ko'rsatishingizni talab qilishi mumkin. Bu haqiqatni yashirish arizangizni rad etilishiga olib keladi. Ikkinchidan, qayta murojaat qilish imkoniyatlari. Agar sizning arizangiz dastlab rad etilsa, tushkunlikka tushmang. Rad etilish sababini aniqlab, kamchiliklarni bartaraf etgan holda ma'lum muddatdan so'ng qayta murojaat qilish imkoniyati mavjud. Ko'pincha rad etilish sababi hujjatlardagi kichik xatolar yoki ma'lumotlarning aniq emasligidir. Misol uchun, F ismli pensioner ayol nafaqa olish uchun ariza topshirgan, ammo uning bankdagi hisob raqami noto'g'ri ko'rsatilganligi sababli arizasi rad etilgan. U bankdan hisob raqami haqida yangi ma'lumotnoma olib, qayta ariza topshirdi va muvaffaqiyatli nafaqa olishni boshladi. Uchinchidan, navbatlar va kutish muddatlari. Dasturga murojaat qiluvchilar soni juda ko'p bo'lganligi sababli arizalarni ko'rib chiqish va mablag'larni ajratish jarayonida ma'lum bir kutish muddatlari bo'lishi mumkin. Ba'zida bu bir necha haftani, ba'zan esa 1-2 oyni tashkil qilishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'lish va arizangizning holatini muntazam ravishda tekshirib turish muhimdir. Agar uzoq vaqt davomida javob olmasangiz, tegishli idoraga murojaat qilib, arizangizning holatini so'rashingiz kerak. 4-dan, firibgarlik harakatlari. Har qanday yangi va yirik dasturlar e'lon qilinganda, har doim firibgarlar paydo bo'ladi. Ular sizga tez va oson pul va'da qilishlari, dasturga kafolatlangan kirishni taklif qilishlari yoki sizdan komissiya uchun pul talab qilishlari mumkin. Unutmang, dasturga murojaat qilish va undan foydalanish mutlaqo bepul. Hech kim sizdan ariza topshirish yoki pul olish uchun biron bir to'lov talab qilishga haqli emas. Agar shunday holatga duch kelsangiz, darhol huquq-tartibot idoralariga murojaat qiling. Rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga va faqat rasmiy portallar orqali murojaatlarga ishoning. Misol uchun, ijtimoiy tarmoqlarda tez yordam puli oling degan e'lonlar paydo bo'lishi mumkin. Ular sizdan bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, hatto parolingizni so'rashi mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni begona shaxslarga bermang. Dastur ma'muriyati sizdan faqat bank hisob raqamingizni so'rashi mumkin. Kartaning to'liq ma'lumotlarini emas. 5-dan, daromad deklaratsiyasi va nazorat. Agar siz ushbu dasturdan yordam olsangiz, sizning moliyaviy ahvolingiz va daromadingiz muntazam ravishda nazorat qilinishi mumkin. Agar sizning daromadingiz keyinchalik sezilarli darajada oshsa va siz bu haqda ma'lumot bermasangiz, yordam to'xtatilishi va hattoki noto'g'ri olingan mablag'larni qaytarish talab qilinishi mumkin. Dasturning maqsadi muhtojlarga yordam berish, boylarga emas. Shuning uchun ahvolingiz yaxshilansa, bu haqda o'z vaqtida xabar berish muhimdir. 6-dan, dasturning muddati va barqarorligi. Hozirda dastur doimiy asosda ishlayotgan bo'lsa-da, uning shartlari va ajratiladigan mablag'lar miqdori kelajakda xalqaro iqtisodiy vaziyat yoki boshqa omillar tufayli o'zgarishi mumkin. Shuning uchun dasturning rasmiy veb-saytini va tegishli yangiliklarni muntazam kuzatib borish tavsiya etiladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni bosishingiz kerak? Birinchi qadam ma'lumot to'plash. Dasturning rasmiy veb-saytiga kiring. Bu O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy portali orqali amalga oshiriladi. Odatda uning nomi Ijtimoiy himoya uz bo'lishi mumkin yoki ushbu agentlikning aloqador veb-saytlaridan biri. Bu yerda dastur haqida batafsil ma'lumot, talablar, hujjatlar ro'yxati va ariza berish shakllari joylashtirilgan. Barcha ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganib chiqing. Har bir bandni o'qib chiqing va o'zingizning vaziyatingizga qaysi mezonlar mos kelishini aniqlang. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlash. Odatda talab qilinadigan asosiy hujjatlar ro'yxati quyidagilarni o'z ichiga oladi. Pasport yoki ID karta nusxasi, oilaning barcha a'zolarining, jumladan bolalarning tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomalari. 2. Oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. 3. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma ish joyidan agar ishlasangiz yoki soliq idorasidan barcha daromadlar haqida. Agar ishingiz bo'lsangiz, bandlikka ko'maklashish markazidan ishsiz deb ro'yxatga olinganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma. 4. Bank hisob raqami to'g'risidagi ma'lumotnoma.
pul o'tkazilishi uchun 5 nogironlik to'g'risidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa, otida. Nikoh yoki ajrashish guvohnomasi agar tegishli bo'lsa. 7. Boshqa qo'shimcha hujjatlar, masalan, yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma, uy-joy ijarasi shartnomasi agar ijara uyi bo'lsa. Har bir hujjatning asl nusxasi va nusxasini tayyorlang. Barcha hujjatlar toza, o'qilishi aniq bo'lishi kerak. 3-qadam ariza berish. Ariza berishning 2 asosiy usuli mavjud. 1. Onlayn. Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy veb-sayti orqali elektron ariza topshirishingiz mumkin. Bu eng qulay va tezkor usul. Saytda ariza formasini to'ldirasiz. Kerakli hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklaysiz va yuborasiz. Onlayn ariza berishda har bir maydonni diqqat bilan to'ldiring, xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. Sizning arizangizga tayinlangan maxsus raqamni saqlab qo'ying. Bu orqali keyinchalik arizangizning holatini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Shaxsan, agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lmasa yoki elektron ariza berishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yashash joyingizdagi ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limiga yoki mahalla fuqarolar yig'iniga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga ariza shaklini to'ldirishda va hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beriladi. Xuddi shu tarzda barcha hujjatlarning asl nusxalarini va nusxalarini o'zingiz bilan olib boring. Mutaxassislar sizga barcha jarayonlarni tushuntirib berishadi va savollaringizga javob berishadi. 4-qadam arizaning holatini kuzatish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uning holatini muntazam ravishda tekshirib turing. Onlayn ariza bergan bo'lsangiz, rasmiy veb-saytdagi shaxsiy kabinetingiz orqali yoki berilgan maxsus raqam orqali buni amalga oshirishingiz mumkin. Agar shaxsan topshirgan bo'lsangiz, tegishli idora bilan telefon orqali yoki shaxsan bog'lanib ma'lumot olishingiz mumkin. Ba'zan qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bu so'rovlarga tezkor javob berish muhimdir. 5-qadam pul mablag'larini qabul qilish. Arizangiz tasdiqlangandan so'ng sizning ko'rsatilgan bank hisob raqamingizga belgilangan mablag'lar o'tkaziladi. Odatda bu jarayon tasdiqlanganidan keyin bir necha ish kuni ichida amalga oshiriladi. Pul kelib tushgandan so'ng uni o'qilona ishlatishga harakat qiling. Bu yordam sizning moliyaviy barqarorligingizni ta'minlash uchun ajratilganini unutmang. Xulosa qilib aytganda, hurmatli do'stlar, ijtimoiy ko'maklashish dasturi har bir muhtoj fuqaro uchun katta imkoniyatdir. Bu shunchaki bir vaqtinchalik yordam emas, balki hayotiy sharoitlarni yaxshilash, o'z imkoniyatlaringizni kengaytirish uchun real vositadir. Unutmang, siz bunga haqlisiz va bu yordamdan foydalanishga to'liq haqqingiz bor. Hech qanday shubha yoki noaniqlik bo'lsa, rasmiy manbalarga murojaat qiling. Umid qilamanki, bugungi ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Bu videoni yaqinlaringizga, do'stlaringizga ulashing, chunki kimdir aynan shu ma'lumot tufayli o'z hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkin. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men har biringizning savolingizga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang.